Do'stlar, bugun men sizlarga bitta narsani aytib bermoqchiman. Uy qurayotganda, uy olayotganda niyatda ahamiyati haqida. Endi shu yoshga chiqib ba'zi bir narsalarni ko'rdik, eshitdik. Bitta misol keltiraman. Bir odam shu kvartirada yashayotgan, uchastkada yashashni xohlayotgan. Qaniydi menga bir Alloh uy nasib qilsa, shu chekkina bo'lsa ham mayli deb ko'p gapirar ekan. Va vaqti kelib Alloh nasib qilibdi uy olishni, aynan shu aytganimdek, niyat qilgandek uy ham shu qiyshiq va burchakli uy ekan. O'shanda haligi odam afsuslangan ekan. Niyatda tuzukroq qilmaymanmi deb. Yana boshqa misol, balki sizlar ham eshitgansizlar buni. Bir odam uy quribdi, ya'ni qurish jarayonida qiyinchiligidan shu uyni amallab bitirib olsam bo'ldi, yashamasam ham mayli derkan. Mana vaqt kelib uy bitiribdi va qazoga qadar kelib haligi odam omonatda ham topshiribdi uyga. Shu qurgan uyda o'zi yasha olmayapti. Demak, bu odam ham niyatida demak e'tiborsizlik qilgan va oqibatida haligi uy nasib qilmagan yashash. Yana bir holat aytaman sizlarga. Bir odam uy sopdi, haligi yangi uyga o'rtog'ini chaqiribdi-da. O'tirishganda haligi do'sti savol beribdi, "Romi qanaqa ham chiroyli chiqdi, nimaga bu tarafdan qilgansan?" deganda, shu yorug'lik yaxshi tushishi uchun degan ekan. Shunda do'sti, "Qaniydi shunda shu romdan, shu darchadan, ya'ni azonni ham hozir eshitilib tursan deb niyat qilganingda edi, senga savoban bo'lardi" degan ekan. Endi voqealarni eshitganmiz, ba'zi bir xato kamchiliklari bo'lishi mumkin, aynan lekin bu yerda asosiy maqsad niyat haqida gap ketyapti. Demak, uy sotayotganimizda, chiroyli qilayotganimizda niyatlarimiz agar chiroyli qilsak, o'sha katta uy qursam, misol tariqasida-da, balkim xonalarni ko'p qilib yetim bolalarni boqib olaman deyish mumkindir. Yoki uyimni chiroyli qilsam, odamlar bitta bir badavlat inson yashaydi, menga yordam beramikin deb yordam so'rab kelsa-yu, qarz bersam deb niyat qilishi mumkin. Ko'p endi uni hamma o'zi biladi, boshqa qiladi. Shuning uchun niyatingizga e'tiborli bo'linglar. Salomat bo'lasizlar.